Video boshlansa like bosib qo'yilama. Yana sizlar bilan Habib kelar. Ovoz berdi. Like bosib obuna bo'ling. Yo-mayo qani ketdi. Voy, yorug'likni ko'rmaganimga ancha bo'pti. Endi ko'rmadimmi deb o'ylaysanmi? Bilmadim, unisi bilan ishim yo'q. Qani bo'la qol, ketdik. Ish qilib qara. Ko'tlaringga tiqaman. Garaj boshlandi. Yo-mayo, endi biz qayerga boramiz? Mana bu yerga qara. Voy, jinosan, bu yerda hamma qishloq ahri o'sha bekitganding-ku, boboy bekitgandi-ku. O'sha qishloq ahri seshanba kuni endi jang qila olmaymiz, chunki sotqinligini bilishadi va boboyni o'ldirishi. Endi biz shug'ullanyapmiz. Aha, zo'r shug'ullanish bo'ldi. Voy, o'yinlar ham bormi? Albatta, o'yinlar basketbol misoli yo-mayo, bu ham zo'r o'yin. Qani, qaytmoqqa. Mana yana bitta gol. Voy, sanmisan? Endi sen bilan o'ynamoqchimiz. Nima edi? Qani bo'lsinchi, qani, qani bersinchi menga, ber qo'l, ber iflos. Bo'g'ilonchilik qani, qani, ber yoqqa. Voy, maytdan. Bashordan qo'y zerikdim. Qo'y jigar, endi nima qilamiz? Qachon boshlaymiz? Hozir boshlaymiz. Qani bo'linglar, hozirroq jangni boshlab, u yoqqa bostirib kelib, seshanba kuniga o'tiramiz. Bugun dushanbami? Shunday. Unda bo'lmasam boshlaymiz. Hammang tayyormi? Tayyor, katta. Hammanglar chiqinglar, boringlar. Mana sizlarga qurollar olib ketinglar. Endi esa jangga ketdik. Bularning aniq tayyor turoladi deb o'ylaysanmi? Albatta. Unda bo'lmasam bo'la qol. Qani, Grox, biz seni o'ldirgani ketyapmiz, yo'q onangni. Yo'q, voy, nimalar bo'ldi? Voy, bu qanday bo'lganini bilmadim, hamma o'lib ketdi. Qani Grox o'zi? Ko'tinglarga tiqaman. Voy, Grox, qarasan, o'lib ket onangni. Nimani esenga shu ko'tinglarga tiqaman? Voy, Jalal, qoch. Qochlaring, voy jonidan. Voy, qocha qolsanchi qoch. Voy, bala izdevotsa qilishyaptimi? Grox, yo'q, iltimos, kel, shunchaki jim o'tirgan. Yo'q, ko'tinglarga tiqaman. Voy, yo'q. Jinosi, bala izdevotsa qilyapsanmi? Voy, Grox, o'zingni bos. Kel, shunchaki gaplashib olamiz. Iltimos, kel, bala. No, ema qayerdaman? Nega Grox sivilizatsiya? Yer shari olov xolos kelyapti. Qolganini qilinglar jalablar. Nimalar bo'lyapti? Nega Grox emasman? Mayli, pechini yoki ebo. Mayli, ebo bo'ladi deb o'ylayman. Hech qanaqa soliqlar bo'lmaydi deb ishonch hosil qilamiz. Eboning mana balkonli sivilizatsiyasi. Qani ko'raylikchi, nima bo'ldi? Bu nima? Oddiy birinchi darajali botinkalar. Xo'sh, mayli, sakraymiz. Birinchi darajali botinkalar nimaga ekan o'zi tushunmayapman. Voy, u yerlarda uy bor ekan. Kelinglar, bittasida yashab ko'ramiz. Qani, biri bu uyga kirib ko'raychi. Endi bu meni uyim. Hoy, bratan, bu uy meniki, endi chiq. Nima? Nega? Bu uyni hozir men sota olmayman. Uy sotsa bo'ladimi? Men bu yerda yangi kelganmisan deyman-da. Yur, nima qilishing kerakligi o'rtam. Hozir borasan, do'kon sota olishni ko'rasan. Ana bu, sen yangi kelgan bo'lsang, mayli, bora qol. Meni ishlarim bor. Qani, mana uy sotib olib ko'raychi. Adashmasam, uylarni qayerdadir sotib olardi. Menimcha, u do'konda. Chunki u do'konga o'xshaydi. Bittali bloklardan sakar. Menga bitta uy sotib ol. Qanaqa uy xohlaysiz? O'zingiz tanlab keyin o'zingiz sotib ol. Nima qilish kerak? Katta uy. Yanada katta uy. Nima, kichik bilan katta uy bormi? Men kattasini xohlayman. Bu kichik, asli hazillashdim. Boshondan qo'y. Yur baqa endi. Mana shu sanoyin. Shu katta deganim, aldadim dedim-ku. Jinmirsa, ovqat qanday olaman? Sandiqda nimadir bordir. Nima bu? Qani o'qib ko'ramiz. Bu bizning qahramonimiz Ebo.
oddiy o'yinchalar birinchi darajali, xo'p. Ikkinchisi temirdan ekan, uchinchisi tilla. To'rtinchisi esa va nihoyat chempionlarniki. Bu da bor bittagina. Biz eng yomon, ya'ni sakrovchi parkurchi bu Qurbaqajon. Nima izdevotsa qilishyaptimi? Nega aynan men yolg'iz kelganim uchun shundaymi va oxirgi bo'lib kelganim uchun qani mayli menga qo'y. Voy, qanday nima bu? Majburiy parkur sakrashi boqaytalisizmi yo bunimi? Bo'ldi, rahmat. To'xtang, buning uchun siz bitta sakrashingiz kerak. Yana qanaqa narsa? Siz buning uchun sakrashingiz kerak Qurbaqadek. Qaysi birini tanlaysiz ovqatdan biri? Böyle shunday ochiqli ovqatmi? Menga farqi oddiy birinchi bo'lsa ham sakradim. Endi uy sotib olish uchun ham shunday sakradim. Nima? Ovqat olish uchun ham sakrashim kerakmi? Ha, bizga qo'y. Bo'lmasa o'ldiramiz. Yo'q, bo'pti, mayli. Farqi yo'q. Mana, xo'p. Hoppa, bo'ldimi? Shu xolos bundan bo'ldi, men ketdim unda. Voy, böyle hali ham to'ymadim. Shunda ham menga oddiygina. Men ketdim. Balkim boshqa joy topib qolarman. Voy, charchadim, bo'ldi. Jinosan, ko'zimga nimadir ko'rinmayaptimi? Yo'q, albatta. Hali yo'limda davom ettiraman. Voy, qayerdan kelgandim? Adashmasa bu yerda kelgandim. Yo'q, bu nima? Tepami? Qanaqa tepay? Qiziq, men yolg'iz o'zim mana shu yerda qolib ketdimmi? Bilaman. Grox yo'q, kechirim, nima qilyapsan? Yo'q, Qurbaqajon qarasa, yo'qol. Grox, to'xtasinchi. Voy, charchab qoldim, to'xta. Steven, o'lganda bo'lgandim. Nima qilyapti? Kel. Steven, hoy, Steven. Oy, jinosi saromida. Voy, och qopman-ku. Mana sivilizatsiya haykali tezroq yetib olish kerak. Endi ovqat xatdan olishi mumkin. Jinosi o'lay deb qoldim. Jonim kam, jinosi tezroq. Balet tezroq, nima bu? Tezroq. Qani bu yoqqa ham sakraymiz. Qani bo'la qol, bo'l. Voy, qo'shnim uyidan qarzga olib tursam bo'lmasmikan? Garoji bashondan qarzga olmayman. Qara, ovqat. Yahu, sal qolgandi o'zi ham yarimta joy bo'lib qolardi. Yo'q, baribir o'larkanman. Jonim endi qornim och qolmagan, lekin ochib qoladi, ya'ni yaqin orada. Bu sivilizatsiyada juda ham tez qorni ochirga desa, bu yomon